Hamma dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Biz ukrainaliklarga o'zlarini himoya qilish uchun chinakam imkoniyat berishimiz kerak – Stoltenberg. Putin O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi eng katta davlat deb atagani Qozog'istonda muhokamalarga sabab bo'ldi. Tayvan mustaqilligi urushga teng – Xitoy Mudofaa vazirligi. NATO Ukrainani bema'ni urushni davom ettirishga undamoqda – Peskov. 6 oyda Putinning dachasi yonib ketdi – OAV. Si Szinpin G'azo bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazishga chaqirdi. Biz ukrainaliklarga o'zlarini himoya qilish uchun chinakam imkoniyat berishimiz kerak – Stoltenberg. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyansi a'zolari Ukrainaga yetkazib berayotgan qurollardan foydalanishga qo'yilgan ayrim cheklovlarni qayta ko'rib chiqish vaqti kelganini aytdi. Bu haqda 30-may kuni Pragada NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishidan oldin so'z ochdi. Ittifoqchilar Ukrainaga har xil turdagi harbiy yordam ko'rsatadilar va ularning ba'zilari bu qurollardan foydalanishga ma'lum cheklovlar kiritdi. Bu suren qarorlar, ammo menimcha bu urush qanday rivojlanayotganini hisobga olgan holda ukrainaliklarga o'zlarini chinakam himoya qilish imkoniyatini berish uchun ushbu cheklovlarning ayrimlarini qayta ko'rib chiqish vaqti keldi, deydi Stoltenberg. Ukrainaning ba'zi ittifoqchilari, xususan Britaniya, Boltiqbo'yi davlatlari va Daniya bu bosqichdan qonuniy o'zini o'zi himoya qilishning bir qismi ekanligini ta'kidlasa, boshqalari Rossiya hududini nishonga olish G'arbni to'g'ridan-to'g'ri mojaroga olib kelishidan qo'rqadi. Putin O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi eng katta davlat deb atagani Qozog'istonda muhokamalarga sabab bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga tashrif yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekistonni mintaqadagi eng yirik davlat deb atadi. Mazkur bayonot hududi bo'yicha O'zbekistondan qariyb 6 barobar katta Qozog'istonda muhokamalarga sabab bo'ldi. Siyosatchilar O'rda Kazanashiga bu boradagi fikrlari bilan bo'lishdi. Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng katta davlatdir, biroq Rossiya prezidenti bayonotida buning aksini aytib, amalda respublikani mintaqadagi eng yirik davlatlar ro'yxatidan chiqarib tashladi. Sizning O'zbekistonga tashrifingizdan oldin ham AQSh Moliya vazirligi va sanksiyalar rejimini amalga oshiruvchi boshqa idoralardan delegatsiyalar kelgandi. Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlariga Rossiya bilan hamkorlik istiqbollarini bostirish uchun qilingan bosimga qanday qaraysiz? Rossiya bu bosimning o'rnini ta'minlay oladimi? Jumladan O'zbekistonga deya savol bergandi Rossiya moliya axborot vositalari Putinga. Rossiya prezidenti o'z javobini hamkor davlat masshtabini gapirishdan boshladi. O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki aholi bo'yicha ham Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 37 million. Ammo AQShdan dunyoning barcha mintaqalariga sayohatchilar parvoz qilmoqda. Albatta, o'ziga ishonchi yo'q zaif davlatlar. Bu mamlakatlarda mahalliy aholi ongini manipulyatsiya qilish va hokimiyatga bosim o'tkazish osonroq. Hokimiyat ishonchni his qilgan. Butun faoliyatini xalq hamda davlat manfaatlariga bag'ishlagan joyda okean ortidagi bu qiyqiriqlarga hech qanday munosabat bildirmaydi, degan Putin. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev qayta ta'kidlaganidek, Qozog'iston bilan yaqin ittifoqchi munosabatlarga ega bo'lgan Rossiya prezidentining so'zlarini yurakka yaqin olish arziydimi? Siyosatshunoslar Putinning bayonotiga turlicha fikr bildirmoqda. Masalan, xalqaro ekspert Anvar Bahitdinovning fikricha, G'arb bilan qarama-qarshilik kontekstida mamlakat hududining tilga olinishi tasodifan emas. Bu 100% qasddan qilingan harakat, chunki u avvalroq Qozog'istonda davlatchilik yo'qligini aytgandi va bu provokatsion bayonot. Mamlakat bog'iga otilgan tosh. Qozog'iston siyosiy birlik sifatida Rossiya va G'arb o'rtasidagi bu masalada o'z irodasini ko'rsatishi uchun qilingan. Bizning yo'l oraliqda, Xitoy, Rossiya va G'arb o'rtasidadir. Lekin Rossiya uchun Qozog'iston qaror chiqarishi nihoyatda muhim. Chunki mamlakat eng katta sherikdir. Davlat ommaviy axborot vositalari savollariga prezident oldindan tayyorlanadi. Putinning javobida Qozog'istonga yashirin ishora bo'lishi mumkin, dedi ekspert. Tayvan mustaqilligi urushga teng – Xitoy Mudofaa vazirligi. Xitoy Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Wu Tsian Xitoy va Tayvanning birlashishini to'xtatib bo'lmaydi, dedi. U Tayvan ma'muriyati rahbari Lai Tse-ning lavozimga kirishini shunday izohladi. Uning fikricha, orolning mustaqilligi urushga teng bo'lardi. Vatanning birlashishi tarixiy tendensiya bo'lib, uni to'xtatib bo'lmaydi. Tayvanning mustaqilligi urushga, bo'linish esa tinchlikning yo'qolishiga teng bo'ladi, dedi Wu Tsian brifingda. Xitoy xalq ozodligi armiyasi o'tgan hafta Tayvan atrofidagi dengiz va havo hududida orolni o'rab olgan holda Qo'shma qilich 2024A harbiy mashg'ulotlarini o'tkazdi. XXR buni Tayvan mustaqillik tarafdori kuchlarning separatistik harakatlariga javob va tashqi kuchlar aralashuvi va provokatsiyalardan qattiq ogohlantirish deb atadi. Mashqlar orolning yangi ijrochi rahbarining inauguratsiyasidan so'ng bo'lib o'tdi. Inauguratsiya paytida Lai Tse Xitoy hukumatini Tayvanga nisbatan siyosiy va harbiy qo'rqitishni to'xtatishga chaqirdi va orol mustaqillikka erishishiga va'da berdi. NATO Ukrainani bema'ni urushni davom ettirishga undamoqda – Peskov.
Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskovning aytishicha, NATOga a'zo davlatlar Kiyevni Rossiya bilan ma'nosiz urushni davom ettirishga undamoqda. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Peskov brifingda G'arb davlatlari vakillarining Ukraina mojarosining borishi haqidagi bayonotlarga munosabat bildirar ekan. Ular Ukrainani bu bema'ni urushni davom ettirish uchun har tomonlama provokatsiya qilmoqdalar dedi. Peskovning qayd etishicha, Yevropa ittifoqidagi barcha davlatlar ham mustaqil bo'lishga qodir emas. Yevropa ittifoqi munosabatlari tizimida hamma mamlakatlar ham ma'lum darajada mustaqillikka erisha olmaydi, dedi Peskov jurnalistlarga. Uning so'zlariga ko'ra, NATOga a'zo davlatlar Rossiya bilan urushni tom ma'noda, majoziy ma'noda ham davom ettirish niyatida. O'zlari biz bilan urushni tom ma'noda va majoziy ma'noda davom ettirish niyatida. Bularning barchasi albatta muqarrar ravishda o'z natijasini beradi, dedi Rossiya rahbari matbuot kotibi. U shuningdek, Ukrainadagi keskinlikni qo'llab-quvvatlashni tanlangan davlatlar, xususan NATO davlatlarining manfaatlari katta zarar ko'rishini ta'kidladi. Bularning barchasi albatta o'z oqibatlarini keltirib chiqarishi muqarrar. Bu esa pirovard natijada keskinlikni oshirish yo'lini tutgan davlatlar manfaatlariga katta zarar yetkazadi, deya tushuntirdi Peskov. 6 oyda Putinning dachasi yonib ketdi. Rossiyaning Oltoy o'lkasidagi Angouday tumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin qarorgohidagi binolardan biri deyarli butunlay yonib ketdi. Bu haqda mahalliy blogerlar xabar berdi. Blogger Amir Aytashev va faol Arnura Arna yonib ketgan obyekt tasvirlari bilan bo'lishdi. Fotosuratda binoning tashqi bezaklarining bir xil elementlari ko'rsatilgan. Bundan tashqari, jabhaning rangi, qo'shni binoning tomi va relyefi bir xil. Aytashovaning aytishicha, surat kecha 30-may kuni olingan. Oltoy Respublikasining Angdunay hududidagi Putinning dachasida yong'in sodir bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2015-yilda Italiya bosh vaziri Berlusconini qabul qilgan qarorgoh binolardan biri yonmoqda, deb yozadi Aytashev Telegramdagi kanalda. Proyektning yozishicha, turar joy hududida to'silgan o'rmon maydonlari bo'lgan, fermer xo'jaligi va nasldor bug'u boqish fermasi mavjud. Putin bu hayvonlarning shoxlari ekstrakti bilan vanna qabul qilishi aytiladi. Nashrning yozishicha, protsedura yurak-qon tomir tizimining faoliyatini yaxshilaydi va terini yoshartiradi. Xitoy rahbari Si Szinpin Isroil va Hamas harakati o'rtasidagi urushni tugatish uchun keng ko'lamli tinchlik konferensiyasi o'tkazishga chaqirdi. Bu haqda u 30-may kuni Pekinda arab davlatlari vakillari oldida qilgan chiqishida ma'lum qildi. Yaqin Sharq rivojlanish uchun katta istiqbolga ega mintaqa, biroq unda hamon urush davom etmoqda. Urush cheksiz davom eta olmaydi, adolat abadiy yo'qolmaydi va ikki davlat yechimini o'zboshimchalik bilan buzib bo'lmaydi, deydi Xitoy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy 1967-yildagi chegaralar doirasida to'liq suverenitetga ega bo'lgan mustaqil Falastin davlatini, uning poytaxti Sharqiy Quddusni tashkil etishni, Falastinning BMTga to'laqonli a'zo sifatida kirishini hamda kengroq, obro'li va samaraliroq xalqaro tinchlik konferensiyasi chaqirilishini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Si Szinpindan so'ng so'zlagan Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi xalqaro hamjamiyatni Isroilning G'azo sektorida Hamasga qarshi urushni to'xtatishga chaqirdi. Xalqaro hamjamiyatni G'azoda zudlik bilan uzoq muddatli gumanitar yordam ko'rsatishga, Isroil qamalini va falastinliklarni o'z yerlarini majburan tark etishlariga urinishlarni to'xtatishga chaqiraman, degan As-Sisi. Bir kun avval Misr rahbari bilan muzokaralar chog'ida Szinpin G'azodagi o'ta og'ir vaziyatdan qattiq xafa ekanligini ta'kidlagan. Hozirgi kunda birinchi ustuvor vazifa mojaro tarqalishining oldini olish, mintaqaviy tinchlik va barqarorlikka ta'sir ko'rsatish va yanada jiddiy gumanitar inqirozning oldini olish uchun zudlik bilan o't ochishni to'xtatishdir, degan Xitoy rahbari. Shuningdek, u Xitoy Falastin masalasini tezroq har tomonlama adolatli va uzoq muddatli hal etishga erishish uchun Misr bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.